Assalamualaikum hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Xitoy katibashi Xi Jinping Kommunistik partiya qurultayida qilgan so'zda er millat ommasining va chet eldagi Xitoylarning zich o'yishishi kerakligini aytgan. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi Xitoy kundalik gazetining qalaymaqan bayonlariga raddiya berdi. Xitoyning 5G texnikasi Uyg'urlarni texmo nazorat qilish va kontrol qilish uchun umumlashgan. Xitoy diktaturasining oxirlashmaydiganligini mo'ljallagan demokratlar Tayvan bilan aloqani kuchaytirishda ta'minlash zanjirining turlarini orttirishga bel bog'lagan. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Xitoy katibashi Xi Jinping Kommunistik partiya qurultayida qilgan so'zda er millat ommasining va chet eldagi Xitoylarning zich o'yishishi kerakligini aytgan. Hindiston vaqtining 16 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda Xitoy katibashi Xi Jinping yakshanba kuni Kommunistik partiya qurultayida qilgan so'zida Xitoyning nol Covid siyosati, Tayvan, Hong Kong, Xitoyning o'z planlari va davlatlar bilan bo'lgan munosabati haqida to'xtalib, Xitoylar bilan o'zining territoriyasiga qaytib olgan barliq millatlarning shundoqla chet eldagi Xitoylarning zich ittifoqlashishi kerakligini ta'kidlagan. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, Xi Jinping Xitoyning barliq etnik guruhlarning birligini kuchaytirish kerakligini ta'kidlab, Xitoy Kompartiyasining fashist Xitoy arzusini davomli amaliyleştirdiganligini, natijada bu orqali Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata irqiy qirg'inchilikni davomlashtirdiganligini aniq ko'rsatdi dedi. Xitoy diktaturasining oxirlashmaydiganligini mo'ljallagan demokratlar Tayvan bilan aloqasini kuchaytirib, ta'minlash zanjirining turlarini orttirishga bel bog'lagan. Taybey vaqtining 16 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda Xitoyga qarshi parlamentlar ittifoqi tunugun demokratlarni Tayvan bilan aloqani kuchaytirishga, ta'minlash zanjirini qayta qurib chiqishga, Xitoyga jazo yurgizishga chaqirgan. Xalqaro millat vakillari guruhi axborot e'lon qilib, Xi Jinpingning 3-navbatlik katibachilik vazifasiga tayinlanganligini, Xitoy Kompartiyasining davlat ichi va sirtidagi urushqoq siyosatini o'zgartirish niyatining yo'qligini, Xitoyning atalmish Xinjiangda cho'ng ko'lamdagi kishilik huquq dafsanchiligini sodir qilganligini, Hong Kong avtonomiyasi to'g'risidagi xalqaro kelishimga xiloflik qilganligini, Rossiyaning Ukrainaga tajovuzidan keyin Tayvanga qaratilgan harbiy tahdidni kuchaytganligini aytdi. Parlamentlar ittifoqi Xi Jinping qayta saylanganda Mao davridan buyongi ko'rilib boqmagan huquqning markazlashishining o'tirg'i chiqadiganligini, Xitoy Kompartiyasining mustabid hukmronligining shaxsiy mustabidlikka o'zgardiganligini ta'kidladi. Demokratik davlatlar Beijingga kishilik huquq, demokratiya va xalqaro qoida tuzumni qo'g'dashtirishchiligini yanglashga chaqirdi. Shundoqla demokratik davlatlar Tibet, Hong Kong, Sharq Turkistonda bostirish siyosatini yo'lga qo'yishga mas'ul amaldorlarni jazolash kerak dedi. Xitoyga qarshi parlamentlar ittifoqi Beijing tarafidan jazolangan Albaniya, Avstraliya, Belgiya, Kanada, Chex, Daniya, Fransiya, Germaniya, Yangi Zelandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Ukraina, Angliya, Amerika, Yevropa parlamenti va boshqa joylardagi mamlakatlik qonun chiqarish organi, shundoqla Yevropa parlamentidagi 200 dan ortiq parlament a'zosidan tarkib topgan. Ularning aytishicha, Xitoy Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishini qo'llab, metal va energiya bilan ta'minlab, Tayvanga harbiy tahdid qilgan ahvol ostida dunyoning bexatarlik masalalarini hal qila olmaydi ekan. Amerika prezidenti Joe Biden çarşamba kuni Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushidan bir necha oy burun e'lon qilinishi planlangan uzunga suzilgan davlat bexatarlik strategiyasini e'lon qildi. Anadolu ajansining 12 oktyabrdagi xabariga qaraganda, Biden so'g'uq munosabatlar urushi oxirlashgandan keyingi 30 yil davomlashgan tartibning oxirlashganligini o'tirg'a qo'yib, yer shari siyosatida zo'r o'zgarish bo'lganligini e'tirof qilgan va keyingi ishlarni barliqqa keltirish uchun cho'ng davlatlar o'rtasidagi raqobatning davom qilganligini aytgan. Prezident Biden 2021 yil 3 oyda e'lon qilgan vaqtliq davlat bexatarlik yetakchiligiga ahamiyat bergan bo'lib, uning tunji rasmiy strategiyasi Rossiyaga ahamiyat berishning muhimligini, Xitoyning Amerikaning birdan-bir tengdoshsiz yer shari raqobatchisi ekanligini ta'kidlagan. 48 betlik davlat xavfsizlik strategiyasiga aloqador hujjatda Amerika davlatlararo mas'uliyatchanlik bilan raqobatlashishda qat'iy bo'lsa-mu, Xitoy xalqaro tartibni o'zining manfaatiga uyg'un shakllantirish niyatini kuchlantirmoqda deyilgan. Biden yana Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishiga qarata Yevropaning tinchligini buzdi va hamma joyda muqimlikqa ta'sir ko'rsatdi degan.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning beparvo yadro tahdidining xatar elib keldiganligini ogohlantirgan. U Xitoy bilan Rossiyani ochiq-oshkora tilga elib, demokratiyani buzib tashlab, davlat ichida bostirish va chet elda majburlashdek boshqarish andisini eksport qilmoqda degan. Boshqa manbalarning xabariga qaraganda, Amerika hukumatining muhim strategik planlari va ichki tashqi siyosat yo'nalishi sharhlanadigan bu davlat xavfsizlik strategiyasida Uyg'urlarning Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatiga uchrayotganligi tilga olinib, Amerikaning Xitoyni jazolashga tirishadiganligi bayon qilingan. Baydenning davlat bexatarlik strategiyasida Xitoyni Amerikaga nisbatan eng muhim jug'rafiylik xavf deb ko'rsatganligiga qarata, Xitoy kundalik gazetasi 14 oktyabr kuni Twitter hisobida Xitoy azaldan boshqalarni mustamlika qilmagan yoki tajovuz qilmagan va hargiz undaq qilmaydi. Xitoy tunji bo'lib yadrosiz davlatga qarshi yadro qurollarini ishlatmaslikka va'da bergan davlat. Faqat burumlangan aqllar tinchlikni suyadigan davlatni muhim xavf deb qaraydi degan. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi buningga inkos qaytarib, Xitoy Sharq Turkistonni 1949 yili, Tibetni 1951 yili, Hindistonni 1962 yili va 2020 yili, Vyetnamni 1979 yili ishg'ol qilgan. Xitoy Sharq Turkiston va Tibetni davomli mustamlika va ishg'ol qilmoqda. Xitoy Sharq Turkistonda 46 qitim danglik yadrosini elib bordi. Xitoy Tayvanga tahdid qilib, ishg'ol qilishni texnik kengaytirishni o'ylaydi dedi. Xitoyning 5G texnikasi Uyg'urlarni texnik nazorat qilish va kontrol qilish uchun umumlashgan. Web India to'rining 17 oktyabrdagi xabariga qaraganda, mutaxassislar Sharq Turkistondagi 5G bekatlarining taraqqiyotni ilgari surish uchun emas, balki Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni raqamlik nazorat qilishni kuchaytirishga ishlatadiganligini faraz qilishgan. Qurilish ko'chma telefon shirkatlari 2019 yili dunyoning har qaysi joylariga o'rinlashtirishga boshlagan keng balvoqliq to'rining texnik o'lchami 5-avlod 5G ning mamlakat miqyosida kengayishining bir qismi bo'lib, Urumchi 2019 yili oktyabrda tunji bo'lib 5G texnikasini qo'llangan shaharlarning biri ekan. Undan keyin viloyat darajalik va boshqa shaharlarni qoplagan to'r yo'lga qo'yilgan. 5G to'rining umumlashishi hozir bor bo'lgan keng tarqalgan raqamlashtirilgan sistemani kuchaytirgan. Bu nazorat qilish uchquchisiz aeroplan, chiroy farqlantirish kamerasi, yonfon tekshirish orqali Xitoyning musulmonlarni asos qilgan nupusni kontrol qilish tirishchanligining bir qismi ekan. Hukumat qarmog'idagi Tianshan to'ri atalmish Xinjiang kundalik gazetining 10 oktyabrdagi xabariga qaraganda, Xitoy atalmish Xinjiangda 30 mingdan ortiq 5G asosiy punkt qurgan bo'lib, bu yil taxminan 1 milliard 650 million yuan, ya'ni 230 million dollar xarjlab, taxminan 10 ming punktni orttirgan. Har 10 ming odam uchun 10 ga yaqin 5G asosiy punkti bor ekan. 90% dan ortiq Naya shahar rayoni 5G to'r bilan qoplangan. Xabar dokladida 5G to'ri Naya va yezi bozorlarning qoplash doirasini texnik cho'nqurlashtirdi. Naya shaharlarning 5G ga erishishi raqamli Xinjiangning asosini texnik mustahkamlaydi deyilgan. Xitoy raqamli texnikadan foydalanib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni nazorat qildi, tekshirdi. Ular telefon, shaxsiy kompyuter va bexatarlik kamerasidan nurg'unlagan sonliq ma'lumotlarni yig'ib, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning siyosiy va ijtimoiy kontrolligini yo'lga qo'ydi. G'aziyul G'aziyan Sultan Bug'raxon musulmonlikni qabul qilib, ortishda tunji azon o'qilgandan keyin islomning yep-yangi bir panjarasi ochildi. Allohning irodasi bilan payg'ambarimizga tunji vahiy kelgandan 333 yil keyin Sharq Turkistonda islomning yildizining yemirilmas bir shaklda o'rnishi islom tarixi uchun favqulodda bir hodisadir. Ajdodimiz bizga jannatning yo'li bilan birga jannat kabi bir vatan meros qoldirdi. Valanki bugun bizning aziz vatanimiz eng ashaddiy Xitoy tajovuzchilari tomonidan oyoq osti qilinmoqda va islomning izlari o'chirilmoqda. Bir butun islom olamidan bo'lsa, hech bir ovoz va qarshilik chiqmoqda yo'q. Xitoylar bilan qo'l tutishib ketyapmoqda. Shunga deymanki, bizning qutulishimizning chorasi ummatning tuzilishida emas, balki ummatning tuzilishi bizning qutulishimizga bog'liq. Xuddi Badr urushida Rabbimiz o'z rasuliga yordam qilganidek, ulug' Tanrimiz Janobi Alloh ataliq g'ozi Yaqub Bakka Bugur urushida oz askar bilan ko'p Xitoy askarini yengish orqali yordam qilgan edi. Biz ojiz bo'lishimiz mumkin, ammo Allohning ro'yimizga bergan irodasi ojiz emas. Qo'rqmasligimiz kerak. Biz bu vatanning egisi. Qarindoshlar,
Hergiz meyislenmanglar. Zafer bizningdir ve yaqindidir. Abduri Nurettin İzbasar. Hürmetli görürmenler, xabarlarımızdan kögünanlar için köp rahmet. Keler qitimki programımız görüşkice Allah'a amanet bolgaysizlar.